Assalomu alaykum do'stlar, bormisizlar, salomatmisizlar? Hozirgina O'zbekiston milliy terma jamoasining jahon chempionati 3-bosqichdagi so'nggi o'yini bo'lib o'tdi. So'nggi o'yin ramziy jihatdan do'stlar mana shunaqa bo'lishi kerak edi. Shunaqa yakunlanishi kerak edi. Hamma omillar bir nuqtaga jam bo'lgan paytda bizning futbolchilar, bizning yigitlar shunaqa nuqta qo'yib berish kerak edi va o'sha nuqtani biz ko'rdik do'stlar. Bo'lib ham Qatar bilanda do'stlar, Qatarda qolib ketgan alamlarimiz bor edi bizning. Hamma bugun o'zining ulushini, o'zining nasibasini olishi kerak bo'lgan kun edi, 10-iyun. Tarixda qoladigan kun, Jahon chempionati siklining 26-yillik saralashning 3-sikl so'nggi uchrashuvi. So'nggi uchrashuv do'stlar butun o'zbek xalqi tomonidan kutildi. Buni biz juda ko'p aytdik, juda ko'p takrorladik bu narsalarni. Futbol o'yinidan asosiy maqsad bu darvozalarni qo'riqlashdir. Hayotda esa darvozalar sizni qo'riqlaydi. Shunday ekan, qo'riqchi ishonchli va sifatli bo'lgani ma'qul. Kovka brendi ostidagi darvozalar nafaqat sifatli, balkim nozik did va yuksak mahorat mahsulidir. Har bir kvadrat metr 500 mingdan 2 million so'mgacha bo'lgan darvozalarni O'zbekiston bo'ylab o'lchash, yetkazish va o'rnatib berish ishlari mutlaqo bepul. Kovka temirdan go'zallikgacha. Bugun hamma o'zining ulushini olishi kerak deb aytib o'tdim. Nima uchun bunaqa deyapman? Futbolchilarimiz qahramonliklari uchun, ya'ni boshida do'stlar tan olish kerak, bu o'yin boshlangan paytda menda tanqidiy fikrlar paydo bo'ldi. O'yinning 25-daqiqasiga kelib tanqidiy fikrlar paydo bo'ldi. Endi mana shu tanqidiy fikrlar paydo bo'lgan joyda bu tomondagi fikrni to'xtatib turamiz va boshqa tomondagi fikrni rivojlantirib ketmoqchiman. Ya'ni hamma o'zining ulushini olish kerak edi. Qatar o'zining ulushini olish kerak edi do'stlar. Futbol Plus podkastida aytishdi. Ya'ni biz qanaqa bu litr bilan metr bilan o'lchanish kerak deyishdi. Yo'q, futbolni, futbolning ichidagi o'sha to'rtburchakning ichida o'ynaladigan o'yinmi bo'ldi. Qatardan biz alamimizni olishimiz kerak, Qatarni yirik hisobda yutishimiz kerak deb aytib keldik. O'sha ikkita o'yinda alamli mag'lubiyatni biz ham mana bu uchrashuvda chiqarib olishimiz kerak dedim. Ularga ramziy ma'no kerak bo'lsa, men ramziy ma'noda isbotlab berishga harakat qilaman. Osiyo Kubogida Qatardan mag'lubiyatga uchraganmiz. O'shanda ham birinchi marta tarixiy natijani qayd etib, O'zbekiston chorak finalga yo'l olgandi. Tarixiy natija Avstraliya darvozasiga kiritilgan gol edi. Azizbek Turg'unboyevning o'sha chiroyli goli, Ronaldo uslubida kiritilgan goli tarixiy natija bo'lgan va biz Qatar bilan o'ynashimizdan oldin Qatar narigi tomonda Eronni yutib kelgandi. Hammasi mana bu kechagi o'yinga to'g'ri kelyapti. Ya'ni biz tarixiy natijani Birlashgan Arab Amirliklarida qayd etdik, jahon chempionatiga chiqdik. Qatar narigi tomonda Eronni yutyapti, kelyapti. O'xshash holat parallel keldi do'stlar. Faqat undan farqli jihati biz bugun o'yinni oxirigacha to'xtatmasdan hujum qildik. Ya'ni aytganimdek, Srechko Katanesning kitobi Birlashgan Arab Amirliklarida yopildi. Bunyodkorda Toshkentda Temur Kapadzening kitobi ochildi. Temur Kapadzening futbolini ko'rdik biz. Mana milliy terma jamoamizning haqiqiy potensiali mana shu bo'ladi do'stlar. Bilib qo'ying, terma jamoamizning qo'lidan mana shu hujum qilish va o'sha hujumlar natijasida raqibni to'ptab o'tib ketish keladi. Bundan oldingi avlodimizda do'stlar, o'sha Odil Ahmedov, Server Jeparov, boshqa avlodlarimiz xuddi shunaqa o'ynashgan. Ular 90 daqiqa emas, 60 daqiqa davomida tinmasdan hujum qilishgan, raqibni qiynab tashlashgan. Hatto Eronmi, Yaponiya, to'g'ri, endi Yaponiyaga o qadar hujumkorlik ko'rsatish o'zi yevropaliklarning qo'lidan ham kelmayapti-yu, bugungi zamonda-yu. Lekin o'sha paytda Eron, umuman arab jamoalarini biznikilar qamab qo'ya olgan. Lekin jismoniy holat jihatdan to'g'ri tan olish kerak, kamchiligimiz bo'lgan. Bugungi zamonaviy o'sha infrastrukturalar orqali bizning jismoniy holatimiz yaxshi, normal holatda. Osiyoning istalgan jamoasi bilan tenglasha oladigan holatda va bugungi holatda do'stlar, mana shunaqa holatda biznikilar himoyaviyroq nisbatan o'yin ko'rsatib kelayotgandi. Mana bor haqiqiy insonning ichidagi potensial. Men video davomida sizlarga bir soat davomida kimningdir niqobini kiyib olib gapirishim mumkin, rasmiy gapirishim mumkin. Yo'q, men o'zim bo'lishni xohlayman. Mana shu meni borimcha o'zimni fikrlarimni xatomi yoki noto'g'rimi qabul qilishingizni xohlayman. Ular ham o'zbekistonlik futbolchilar ham bugun xuddi shu narsani bizga ko'rsatib berishdi. Bugun mag'lub hamma aytdi. Birgina men emas yoki boshqa emas, hamma bir ovozdan aytdi. Bugun mag'lubiyatga uchrasalaring ham mayli.
Bizga sizlarning bugungi g'alabalaring emas, bizga umumiy o'zi g'alaba keltirib bo'ldingiz deb aytib o'tdi. Juda ko'pchilik aytib o'tdi. Va biznikilar g'alabani qo'lga kiritishdi do'stlar. Endi do'stlar, nasibani Qatar oldi. O'zining nasibasini oldi. Bundan oldingi o'sha hakamni ishga solganmi, nima qilib yutgan bo'lsa ham o'sha ekstra time o'ynashgan-ku Qatarda xuddi shu uchrashuvni dastlabkisi Qatarda bo'lib o'tgan, kichik stadionda bo'lib o'tgan. Ya'ni o'sha kuni hakam 12 daqiqa vaqt qo'shib bergan. 12-daqiqada o'zi 12 daqiqa qo'shmagan, lekin gol 12-daqiqada urilgan. Qo'shib berilgan daqiqa tugab, yana qo'shimchasida gol o'tkazib yuborgandik. Vaholanki o'sha gol bo'lmaganda biz Eron bilan ozodlikda bo'lgan o'yinda jahon chempionatiga chiqib bo'lgan bo'lardik do'stlar. Xullas, Qatar o'zining nasibasini oldi. Hakamlar bugun 100% bizning foydamizga qarorlar chiqarishdi. To'g'ri, o'sha penalti masalasida yoki boshqa vaziyatlarda qo'shilmaydigan 50-lik vaziyatlar bor, lekin tan olish kerak, Abbos yiqitilgan vaziyatda yoki boshqa bir vaziyatlarni qarab chiqsangiz, umuman foullar yo'q joyda bizga foul berdi do'stlar. Xullas, Qatar nasibasini oldi, biznikilar ham nasibasini olishdi do'stlar. Hozir men video yozayotgan paytda butun xalqimiz stadionda kuzatyapti, yurtboshimiz o'sha yerda turibdi. Yurtboshimiz 90 daqiqa davomida futbolchilarni qo'llab-quvvatlab turishdi, tik oyoqda turib. Va do'stlar, gol urilgan paytda yurtboshimizning emotsiyalarini ko'rib, inson boshqacha bir ruhlanar ekan. To'g'risini tan olib aytish kerak. Insonda boshqacha bir ruhiyat paydo bo'lar ekan do'stlar. Xullas, biznikilar stadionda nasibasini olishyapti. O'ziga topish har bir, hattoki Srechko Katanes chaqirilgan, Srechko Katanes uchun atalgan maxsus sovg'alar bor. U ham qabul qilib oladi. Jamoaning har bir a'zosi o'zining nasibasini ulushini olyapti. Va sharhlovchilar deymizmi, boshqa hamma muxlislar o'zining ulushini olishyapti. O'sha yerda turib, yirik hisobdagi g'alabamizdan zavqlanishdi. Ular o'sha Birlashgan Arab Amirliklariga kira olmagan muxlislar bormi? Bu yerda turib shuncha bundan oldingi 9 ta turda qo'llab-quvvatlab kelgan muxlislar bormi? Hamma o'ziga tegishli kichik yoki katta ulushlarini olishdi do'stlar. Endi bu fikrni tugatamiz. Endi o'yinga to'xtalamiz. Men boya aytib o'tgandim. O'yinning 25-daqiqasigacha menda e'tirozlar paydo bo'ldi. Gapni ochiqni aytish kerak. Telegram kanalimga ham yozib qo'ydim. Zerikdim dedim. Bu o'yinni ko'rib zerikdim men dedim. Birinchi bo'limning yarmi o'tdi, zerikarli bo'ldi dedim. Ya'ni do'stlar, maqtov shunaqa narsaki, insonni haykal shakliga keltirib qo'yadi. Maqtov mumiyolab qo'yadi insonni. Misol uchun, meni kimdir maqtaydigan bo'lsa, meni mumiyolayotgan bo'ladi inson. Ya'ni qolipga solib qo'ygan bo'ladi. Men o'sha qolipda qotib qolaman do'stlar. O'sha qolipni qachonki yorib chiqmagunimcha men yana aslimga qayta olmayman. Boshqa ishlarimni mukammal amalga oshira olmayman. Terma jamoamiz ham shunaqa ruhiyatga tushib qolishdi. Ular mumiyolanib qolishdi har biri. O'sha 20-daqiqadan keyin Abbos chap qanotdan Jaloliddin Masharipov bilan qanotlarni almashib olishgandan keyin Abbos bitta yurish qilib berdi. Ikkita futbolchini aldab o'tdi, uchinchisi uni chalib yiqitdi o'sha vaziyatda. Va o'sha vaziyatda futbolchilarimizga ishonch paydo bo'ldi. Ya'ni mana yorib o'tib ketsa bo'lar ekan-u degan ishonch paydo bo'ldi. Keyin o'sha Azizbek Turunboyevning goli bo'ldi. O'sha goldan keyin biznikilar ikkinchi bo'lim yakunlanguncha qanaqa hujumlar uyushtirganligini, qanaqa bosim qilganligini ko'rdik. Bu o'sha Abbosni qilgan ishi orqali bo'ldi shu narsa. Birinchi bo'limda Abbos o'sha mumiyoni futbolchilardan, umumiy jamoamiz ustidan olib yechib tashladi do'stlar. Va futbolchilarimiz ochilib ketishdi keyin. Hamma hattoki o'sha Sherzod Nasrullayev ham, Hojiakbarlar umuman o'sha yashadi, o'sha burchak zarbasi tepiladigan joyda yashadi Hojiakbar. Va eng muhimi, ular himoyaga ham vaqtida yetib kelishdi. Ular yugurishdi, ular ter to'kishdi. Tepada yurtboshimiz qo'llab-quvvatlab turganini o'zi shaxsan ko'rib turganligini hamma his qilib turdi. Ikkinchi motorni qo'shishdi har bir futbolchimiz do'stlar. Va men ochig'ini aytishim kerak, Abbos o'ta o'sibdi do'stlar. Abbos o'zining darajasidan-da o'sib ketibdi do'stlar. Abbos bundan oldingi o'yinda Birlashgan Arab Amirliklarida ham nisbatan ijodkorlik qilgan futbolchi Abbos bo'lgan. Va Qatar bilan bugungi o'yinda do'stlar, Abbosga men tan berdim do'stlar. Barselonami, Realmi, o'sha Abbos qiynaladi degan APLmi, boshqami, istalgan chempionatning istalgan jamoasiga olib borib qo'ying, Abbos o'sha yerda lider bo'lib olishiga men 100% qo'shilaman, ishonaman do'stlar.
va shunaqa Abbosdek futbolchini yetishtirgan ilk ustoziga, ota-onasiga, xullas Abbosni mana shu shaklga keltirgan har bir insonga rahmat aytib qolaman do'stlar. Endi do'stlar, Eldorning maqsadi, Eldorning umumiy mana shu jahon chempionati davomida hozir bir statistika o'qidim bir joyda, 1 yil u 3 oy kutdik Eldorning gol urishini deb yozishibdi. To'g'risi men o'zim tekshirib chiqmadim bu statistikani. Agar rostdan shunaqa bo'ladigan bo'lsa, do'stlar, Eldor juda qattiq harakat qildi. Tan olishimiz kerak. Birinchi bo'limda Turg'unboyevga shundoq ochirib bersa gol uradigan vaziyat edi. 0-0lik paytida Eldor o'zi harakat qildi, to'pni tepdi, o'sha maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Turg'unboyev to'p so'raganicha qolib ketdi o'sha joyda. Va men o'sha paytda Eldorni tushundim, do'stlar. Tushundim Eldorni. Chunki sen A seriyada, Roma jamoasida, Rimda o'zingning muxlislaring bor, u yerda maydonda harakat qilsang o'zingni ko'rsatishing mumkin. Lekin terma jamoangga kelib o'zingni misol uchun Son Heung-minlarga o'xshab o'zini ko'rsata olmasa, qandaydir futbolchini ichida ruhiy bosim shakllanadi. Ishib kelaveradi o'sha ruhiy bosim, do'stlar. Va shu narsani yo'qotish uchun Eldor astoydil harakat qildi. Eldor o'zi vaziyatni yakunlashga, o'zi nuqta qo'yishga astoydil harakat qildi va 86-daqiqaga kelib shu maqsadiga erishdi, do'stlar. Shu maqsadiga erishganda ham, do'stlar, hali AFKning rasmiy sahifalarida juda ko'p uzoq yillar davomida aylanadigan ijtimoiy tarmoqlar roligini bezab beradigan tarzda to'pni to'xtatib olib, darvozaga bitta zarba bilan joylab qo'ydi, do'stlar. Gol mana shunaqa urilish kerak edi. O'tgan safar bilan Qatar bilan bo'lgan o'yinlarda Eldor ishtirok eta olmagandi, do'stlar. Eldor jarohat sababli ishtirok eta olmagan va uning ichida yashab kelayotgan bir nido bor edi, do'stlar. O'sha nidoni chap oyog'i bilan to'pni to'xtatib, o'ng oyog'i bilan amalga oshirib qo'ydi, do'stlar. Xullas, Eldorning ko'ngli endi to'ldi. Endi rostman Eldorning ko'ngli to'ldi. Jahon chempionatiga chiqqani 90% ko'ngli to'ldirgan bo'lsa, o'sha qolgan 10% ni Eldor bugun o'sha goli bilan yakunlab qo'ydi, do'stlar. Endi Igor Sergeyevga to'xtalsak, do'stlar. Igor Sergeyev maydonga tushdi, 90+1-daqiqada maydonga tushdi, 90+2-daqiqada gol urdi. Birinchi marta to'pga teginganda ham boshi bilan to'pga tegindi. Menimcha keyin teginmadi. Menimcha keyin o'yin tugaguncha balkim tegingandir, lekin hazil sifatida aytyapman albatta. Temur Kapazzining topqirligi ham bor bu yerda. Ya'ni Islom To'xtaxo'jayev bilan birga Igor Sergeyevni maydonga tushirdi. Tushirganda ham qaysi nuqtani topdi Temur Kapazzi? Aynan Igor Sergeyev Superligamizda to'piralik qilyapti. 8 ta to'p urgan bo'lsa, qarab chiqsangiz, yarimidan ko'pini boshi bilan urgan Igor Sergeyev. Dubl qayd etgan o'yinlarni, hat-trick qayd etgan o'yinlarni ko'rsangiz ham, o'sha to'plarni hammasini boshi bilan urgan bo'ladi. Va shunaqa nuqtada tushiryaptiki Temur Kapazzi, Igor Sergeyev boshi bilan gol uryapti. Tug'ma hujumchi mana shunaqa bo'ladi. Igor Sergeyev matonatli, irodali futbolchi, do'stlar. Kelajakda yosh bir futbolchilarga Abduqodir Husanovni emas, Abbosni emas, Eldorni emas, aynan Sergeyevning yo'lini namuna qilib ko'rsatish kerak. Eldorda talant bor, tug'ma talant bor, tezlik bor. Abbosniki umuman tug'ma talant. Unaqa bo'lish uchun o'sha 100 yil oralig'ida bitta tug'ilish kerak Abbosdaqa bo'lish uchun. Husanovdaqa bo'lish uchun o'ta intellektli va jismonan juda baquvvat bo'lish kerak, do'stlar. Igor Sergeyev esa o'zining mehnati evaziga 3 marta o'zining hayotida comebackni amalga oshirdi, do'stlar. Ko'zidan yoshlar oqib ketdi o'yin tugagandan keyin. Xullas, Igor Sergeyevni ramziy ma'noda tabriklab qo'yamiz, do'stlar. Mana shunaqa gap so'zlar. Endi qirg'iz qardoshlarimizga o'tamiz. Biz albatta mana bu o'yinda g'alaba qozonardik. Ya'ni Qatarni ilinji bo'lganda ham, Qatar bugun bizni yutganda, Qatar bundan oldin Eronni yutib hal qilib qo'ydi-da, do'stlar, hammasini. Ularga hech qanaqa bosim qolmadi. Agar bosimi bo'lganda ham, hal qilmagan bo'lganda ham biz qirg'iz qardoshlarimiz uchun ushbu uchrashuvni yutib bergan bo'lardik, do'stlar. Qatar 1000 qarshilik ko'rsatsa ham biz baribir yutib bergan bo'lardik, do'stlar. Lekin afsuski qardoshlarimiz o'sha Koreya bilan, Shimoliy Koreya bilan bo'lgan o'yinda durang o'ynab qo'yishdi va o'zlarining imkoniyatlarini o'zlari yo'qqa chiqarib qo'yishdi. Lekin bugun o'zlarining uyida, o'z muxlislarining qarshisida Birlashgan Arab Amirliklariga mag'lubiyatga uchrashmadi. 1-0 hisobida o'sha Birlashgan Arab Amirliklari tezkor gol urib oldi 5-6 daqiqalarda va 90+ daqiqada qirg'izlar gol urib ketishdi, do'stlar.
eng qizig'i, eng muhim tarafi ikkinchi bo'limda to'la ustunlik qilgan qirg'iz qarindoshlarimiz, to'la ustunlik qilishgan. O'sha bitta qarshi hujumlarda Birlashgan Arab Amirliklari oldinga o'tgan bo'lishi mumkin, lekin ezib tashlashdi, ishonavering. Qirg'iz qarindoshlarimiz arablarni, Birlashgan Arab Amirliklarini. Turnir jadvalida do'stlar, biznikilar hozir Shimoliy Koreya va Eron o'rtasidagi uchrashuv ketyapti. Ozodiyda bo'lyapti bu o'yin, Eronda bo'lib o'tyapti. Eron o'sha aralash tarkibni tashlagan bu o'yinga. Lekin baribir hozircha Eron katta ustunlik qilyapti. Eron 20 ochko bilan O'zbekistondan keyingi pog'onada turibdi hozir onlayn jadval bo'yicha. Agar durang qayd etsa, Eronda to'plar nisbati +8, bizda +7. Eron birinchi o'rinda yakunlaydi turnir jadvalini. Eron ochkolar bo'yicha O'zbekistondan yuqorida turish uchun ham bugun harakat qilib qo'yadi do'stlar. Yutib qo'yishga harakat qiladi Shimoliy Koreyani. Narigi guruhlarga nazar soladigan bo'lsak do'stlar, Janubiy Koreya birinchi o'rin. Xullas, hozircha bu guruhlarga to'xtalmay turaman. Bugun muhim o'yin bor hozir Saudiya Arabistoni va Avstraliya o'rtasida. O'sha to'g'ridan-to'g'ri yo'llanmani 5-si hal bo'ladigan uchrashuv. Ko'p ehtimol Avstraliya qo'lga kirsa kerak deb turibman, chunki oradagi tafovut katta, to'plar nisbati. Saudiya yirik hisobda, to'g'ri o'tgan safar noto'g'ri gapirib 8-0 ga tushish kerak debman. O'sha har bir kiritilgan gol, bitta gol ikkitaga yurishni hisobga olmayapman, chunki to'g'ridan-to'g'ri Avstraliyaga uriladi-yu. Demak, 4 ta gol urilishi kerak Saudiya tomonidan. Menimcha Avstraliya bugungi futboli bilan, bugungi jismoniy futboli bilan bunga yo'l qo'ymasa kerak do'stlar. Mayli, mana shu Avstraliya va Saudiya o'rtasidagi uchrashuv tugab olsin. Ertaga FIFA reytingi yangilanadi. FIFA reytingini qarab chiqib, bizning terma jamoamiz necha pog'ona yuqorilaganini ko'rib chiqib, balkim yuqorilamagandir, qancha ball ishlab olganligini ko'rib chiqib, uchala guruhni to'liq yakunlab FIFA kunlarini yopamiz do'stlar. Ertaga o'sha jahon chempionatiga qur'a tashlash marosimi qachon bo'lib o'tishi haqida va biz qaysi savatchalarga tushishimiz mumkinligi haqida ma'lumotlarni to'plab alohida bir video chiqaraman do'stlar. Siz esa bungacha o'zingizni ehtiyot qilib turing. Ko'rishguncha salomat bo'ling.